Assalomu alaykum do'stlar. Hammaga xayrli kun, hammaga kirib kelgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Sizlardan video boshida kimnidir xafa qilgan bo'lsam yoki kimgadir ortiqcha gapirgan bo'lsam yoki kimgadir so'zim bilan, ko'zim bilan, harakatim bilan agarki ziyon yetkazgan bo'lsam, Allohning yo'lida uzr so'rayman. Va bugun Ramazon oyining boshlanish kunida sizlar uchun bir xayrli video qilib berishga harakat qilaman. Videoyimizda Ramazon uchun haqiqiy chegirma ham, bu videoda aynan siz uchun hozirgi mavsumiy bo'lgan texnikalarni eng zo'r, boshqa aniq ayta olmayman, oldingi qilgan videolarimda yo'q narxlarda sizlarga narx qilib beramiz. Servis xizmatlarining eng zo'r joyida xudo xolasa qilib berishga harakat qilamiz. Sizlarga pastda nomerlarni qoldiraman, ularga bemalol aloqaga chiqasizlar. Bu texnikalar haqiqiy sifat qadrlovchilar uchun. Bilasizlar, sifat va narx eng zo'ri bo'lsa, keyin obzor qilib beraman. Shuning uchun bugun haqiqiy sifat bilan narxi uyg'unlashgan joyini sizlar uchun bitta cho'tka obzorni qilib berishga harakat qilaman. Duo qilib turinglar birinchi navbatda va albatta qolgan videoni rivoji uchun, mehnatimiz uchun like, podpiskani ayamasdan degan bittaman. Unda boshladik. Bugun ko'pchilik uchun, ya'ni hozirgi mavsum uchun kerakli bo'lgan texnikalar, selkalar haqida bo'ladi. Selka bo'lganda ham bu selka oddiy selka emas, bu universalniy selka bo'ladi. Ya'ni zernovoy mexanizm ishini ham qiladi, qoyasi pnevmatik mana bu paxta ishlarini hammasini qiladigan selka bo'ladi. Sizlar uchun yana bitta selkani ko'rsataman, zernovoy selka. Bu qaysi reklama qilgan selkamga o'xshadi? Kommentariyada yozib o'rasizlar. Ha, o'sha 5 ta funksiyasi bittada va bunda yana bitta ustun tomoni bor. Bu GPS mexanizmli bo'lib, bu selkamiz Italiyaniki bo'ladi. GPS mexanizmlari bo'ladi. Bu selka hozir bug'doy ekini uchun tayyor holatda turibdi. Italiyaning Alpejo firmasiniki. Bu zamonaviy texnologiya hammasi shunda bor. Bu poliyada ekilgan joy, misol uchun GPS orqali kartani belgilab, shu kartaga qancha urug' ekilishi kiritilsa, shuni hammasini xudo xolasa bexato ekib beradi. 500 kilogramning yo'nkislari bilan. Endi bugun men xuddi shu selka mana katoglari, o'zini vertikalli mana frezalari, planirovshiga mana xuddi o'sha takrorlanmas holat va narx ham ancha buncha arzon bo'ladi. Xo'p, narxdan oldin sizlarga to'liq bitta tanishtirib o'taman. Bu selkamiz juda mashhur selkalardan. Hozir 500 ga yo'nkist, mana har bir vakuum ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan keladi, hammasi ekilishi 12,5 sm oralig'ida. Hop, buni 150 ot kuchidan 150 va undan yuqori ot kuchli texnikalar ishlata oladi. Buni sinovi 100% garantiya, bu sinovdan o'tib bo'lgan. Bu zavodda turibmiz hozir. Xudo xolasa texnika ish beradi. Bu texnikani 820 million sotilgan ekan. Hozir Ramazon oyi uchun chegirma, faqat Ramazon oyi uchun yaxshilab e'tibor qilinglar. 720 million so'm narx qo'yib berildi. Buni o'zini mana miyalargacha bor. Bu yoqda. Bu ochilgan holatdagisi mana. Xullas texnika mana sizlar uchun tayyor. Bu 720 million narx faqatgina Ramazon oyi uchun. Yana qaytarib o'taman. Endi bitta yana selka ko'rsataman. Bu selka mahalliylashtirilgan bo'lib, o'zimizda 25% dan yuqori darajada mahalliylashtirilgan. Lekin xuddi shu Alpejo firmasiniki, mana ko'rganingizdek, xuddi shu firmaniki. Buni funksiyasi ko'paytirilgan. Bu xohlasangiz piyozni, xohlasangiz bedani, xohlasangiz makkajo'xori, xohlasangiz bug'doy, xohlagan turdagi dukkakli ekinliklarni hammasini ekadi. Buni shu tagi asos qismi, ekish mexanizmini asos tomoni mana ko'rib turganingizdek qizil rangda mahalliylashtirilgan va qolgan joyi shu Italiyaniki. Qolaversa bu disklari ham, ko'rib turgan disklari ham hammasi bu Italiya mahsuloti. Bu sifat gapiradi bu joyda. Men sizlarga aniq ayta olaman, bu joyda sifat gapiradi. Hozir qo'sh qator holatda 76 ga mos qilib qo'yilgan.
Xohlasanglar yakka qator, xohlasanglar qo'sh qator qilib ishlatsanglar bo'ladi. Qolaversa o'zini mana disklari bilan bu nimaga qo'yiladi? O'zingizlar bilasizlar, ekilgan texnikani yerga joylashish uchun, ta'minlash uchun qo'yiladi. Bosib, xullas ekilish darajasini, ertaga namligini ushlab, u urug' unib chiqish uchun bu juda katta ahamiyatga ega. Endi bu joyda ko'rishingiz mumkin. Mana shu hamma turdagi mahsulotni bu selkamiz eka oladi. Sizlarga endi hozir men narxini aytsam, yoqanglarni ushlab qolmaylik, chunki bu texnikaning narxi mahalliylashtirilganiga nisbatan ham juda ham arzon. Ushbu selka zernovoy alohida, ya'ni mayda dukkakliklarni, katta dukkakliklarni alohida ekib zerikkan fermerlarimiz uchun, dehqonlarimiz uchun eng zo'r variant. Ishoninglar, sifat juda idealniy darajada. Endi bu texnika 446 million sotilgan. U sotilgan 446 million. Hozir Ramazon oyi uchun 330 million so'm qilib beriladi. Plus 15% subsidiya, 12% NDS bilan. Baraka topkir akalarim, foydalaninglar. Ramazon oyida turibmiz, yolg'on yo'q. Haqiqiy mana shu bor narsa pastdagi nomerlarga chiqasizlar, shu narsani xuddi shu holatda to'liq komplektatsiyada beriladi. Plus yana sizlarga servis 1 yil kafolat. Agar 1 yil ichida xohlagan bitta detal ketib qolsa, bepul servis. O'sha detal bepul alishtirib beriladi. Bu degani bu ketib qolish ehtimoli yuqori degani emas. Bu sizlarga xizmat ko'rsatishning eng yuqori darajasi degani. Tasavvur qilyapsizlarmi? Men so'radim, akalar variant qilib berishdi. Shunaqa variant sizlar uchun kerakligini bilib, mana video obzor qilyapman. 330 million so'm, 720 million so'm. Bularni lizingi ham bor. Xohlasanglar videoda aytib o'tib ketaman, imkon qilsanglar 60-70% ni to'lasanglar akalar. Rasurishga ham qilib berishadi. Buni o'zingizlar sekin nomerga chiqib, mana shu videodan oldin deb so'rasanglar bo'ladi. Mana sizlar uchun eng yuqori sifatdagi texnikalar. Yana bitta texnikamiz. Hozir mavsumni boshida turibmiz, ya'ni ozgina kundan keyin paxta ekilib unib chiqqandan keyin eng ko'p kerak bo'ladigan bu agregatimiz albatta kultivator bo'ladi. Keyingi variantimiz mana kultivatorimiz. Kultivatorimizni 100% mahalliylashtirilgan. Ushbu texnikamiz bemalol hozir paxtadan keyin eng ishlaydigan texnika shu. Hozir podgotovka, ya'ni bularni tayyorlov mavsumi, ya'ni hozir sezoni boshlandi bularni sotishi. Bemalol 90-60 ga 76 ga tushadigan texnika. Bu detallari hammasi, bu chopiq detallari Rossiyadan keltiriladi va sifatiga garantiya beriladi. O kattalarimiz aytardi, eski rossiyskiy temirlar boshqachada deb. Xuddi shu metal mana shular. Bularning sifati ishlaganda o'zi gapiradi. Xo'p, ko'rib turibsizlar mana kultivatorimiz. Buni bemalol 80 ot kuchidan boshlab ishlata olishadi. 80 ot kuchidan boshlagan traktorlar ishlata oladi. Xo'p, mana ishlanishiga ham ko'ringlar. Narigi Belarus kultivatorlariga nisbatan soddaroq ham qulayroq ishlab chiqarilgan. Ishlatishga ham keyin to'rg'ildiray traktorlar uchun juda bob, juda mos texnika. Narxi keladigan bo'lsa 95 million. Boyaga aytgan shartlarim hammasi bunga ham amal qiladi. Shu nomerlarga chiqasizlar, qilib berishadi. Endi bitta ma'lumot qolib ketdi. Bu selkamizni buni ham 80 ot kuchidan boshlab traktorlar ishlata oladi. Xudo xolasa buni ortiqcha og'irliklari yo'q. 850 kg atrofida bo'ladi. 80-90 ot kuchli texnikalar ishlatgan va sinovdan o'tgan. Xuddi shu ot kuchli texnikalar bilan sinovdan o'tgan. Xo'p, kultivator, selka videosini qo'ydik. Hozir tashqarida pluglarimiz bor. Pluglarni ham eng sizlarga zo'r narxlarda qilib beramiz. Sifatiga ham xudo xolasa javob beriladi. Bahor havosi keldi akalar, mana Ramazonni boshlanishda chiroyli pagoda mana. Xo'p, shu chiroyli pagodada nomer 1 texnikalardan, ya'ni pluglardan bo'lgan Querneland plugini sizlarga obzorni qilib beramiz. Hozir
ko'pchilik 5 korpusli so'raganda topib bera olmagandik. Lekin mana 5 korpuslikni eng zo'ri va eng zo'r narxdagisi. Bunaqa narxda bermaydi hech kim. Xohlagan pluglar bilan ham solishtirib ko'raverasizlar. Shu plugimiz hozir 5 korpuslik 1 tonna 206 kilogramm ekan og'irligi. Shu yerda bor, hozir bu yerda idealniy plug. Bu narsani sifatiga umuman shubha qilish hojat yo'q, chunki nafaqat O'zbekistonda, balkim bu butun dunyoda o'ziga yarasha o'rni bor. O'zbekistonda aka aytayaptilar 96-yildan beri ishlar ekan. Mana 4 korpusligi. 4 korpusligi 1 tonnaga 136 menimcha kilogramm ekan. Texnika mana, ya'ni agregatimiz tayyor hozir haydov uchun. Buni где-то 150 ot kuchiga buni 160 plus taqiladi. Endi bu og'ir 200 ot kuchlilarga ham bemalol to'g'ri keladi deya olmayman, chunki buni metali ham qalin, ham baquvvat. Buni xohlasanglar 5 korpusni olib, yechib qo'yib bittasini 4 ta qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Hozir narxiga keladigan bo'lsak, bu narx akalar 415 million sotilgan ekan. Yaxshilab e'tibor qilinglar. 315 million so'm Querneland, 315 millionga yo'q boshqa joyda. Agar yaxshilab e'tibor qilsanglar, bizni kuzatuvchi Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondagi akalarimiz ham bor. Bir o'zingizlardagi narx bilan ham solishtirib ko'rasizlar. Original Querneland. Endi bu texnikamiz 4 korpusligi joyida 370 million atrofida sotilgan, hozir 290 million qilib beriladi. Buni akalar lizingi ham bor. Xullas, deyarli barcha to'lov usullari bor. Imkon qilsa nomerlarga chiqinglar, bo'lib to'lashni ham so'rab ko'ringlar bizning nomimizdan. Xudo xolasa unga ham variant qilib berishadi. Mana texnikalar sizlar uchun tayyor. Puliga ham nomer adini, ichkarida silkani ham ko'rsatdim. Xullas, bosib o'radigan joyi. Narx ham xotirjam boshqa pluglar bilan solishtirib ko'rib, kerak bo'lsa xohlasanglar kommentariyada fikringlarni yozinglar, kerak bo'lsa shu nomerlarga chiqib bemalol so'rab olasizlar. Sog' bo'linglar, sizlarni yaxshi ko'ramiz, charchamanglar.